Assalomu alaykum ustoz. Men Umida Eshmatova Qurolboyevna bo'laman. Men Munira Safarovani shogirdlari, birinchi kursni tugatgan shogirdlari bo'laman. Men mana shu psixologiyaga kirib kelishimdan maqsad men o'zligimni topish va menga aynan kerakli, eng qiziqarli, o'zimga kerak narsalarni, sekretlarini, dunyodagi barcha bilimlarni bilish niyatim bilan kirib kelganman va yana topa olganman. Menga juda yoqdi va tashakkurlarim cheksiz ustozga va izlanishdan to'xtamayman. O'qishni davom etaman. Qiyin vaziyatlardan qanday qilib chiqib ketish va o'zimga psixolog, birinchi o'chir oilamga, bolalarimga qanday qilib mehr berishni o'rgandim. Men judayam cheksiz minnatdorman. Ustozimni judayam yaxshi ko'raman va doim бесконечно люблю. Deydi-ku.